Mana baliq pishirishga tayyorgarlik. Baliq tutib keldik. Baliq pishirish sirlarini o'rgataman sizlarga bugun. Mana yog'ni quyamiz birinchi. Yaxshilab quyib bo'lganimizdan keyin qizdirib olamiz. Mana oilaviy kelganmiz ishxonamga. Jo'jalarim mana, takengchalar. Mana ikkita o'zimda jo'jalarim. Mana jo'jalar. Oilaviy baliqni pishiramiz, uyga ketamiz. Bular kecha ochib chiqdi. Cho'milyapti bular. Dakengchalar. Chempionchalar, chempion. Bular ham chempion inshaalloh. Baliqni solamiz. Qarabsizki pishadi. Bitta yog'ini oldin pishyapti. Mana pishdi, tayyor. Bo'ldimi?